Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana Raker Gamer kanali va bugungi videomizda biz maktabga boramiz degan video bo'ladi. Video juda ham qiziq bo'lishiga umid qilaman. Shuning uchun videoni boshdan oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Salom dada. Salom. Nima qilib yana shu uyni qo'yapsizmi? Agar kecha o'ynab bitqazaman dedingiz-ku. Kecha vaqtim bo'lmadi, endi bugun qo'rqyapman. Aytgancha sen dokumentlaringni maktabga tashlab keldim. Maktabga borasan. Tak, stop. Tushunmadim. Maktab? Dada jin nimalar deyapman. Dada, men maktabga bormayman. Nima deyapman men senga borasan dedim, men borasan maktabga. Yaramas. Maktabga dokumentlar tashladi. Nima boryapsan? Dada, uzr tegib ketdi. Xolos qolib maktabga bormasang, bo'ynidan ketasan. Shuni bilib qo'y, yaramas. Xaraba. To'g'ri yo'qol maktabga. Dada, men sen gapirib befoyda ekan. Bitta o'zim boraman maktabga. Boshqa hech kim bormaydi maktabga. Qo'shnimiz tez orada ko'chib keladi bu yoqqa. O'sha bilan maza qilib maktabga borasan. Yana o'g'ilgina sabr qilgan. Yaramas bo'ldi do'stlarniki, hamma narsalar sandig'ingda solib qo'yganman. Xullas hamma narsangni, xullas hamma yo'g'ida ustingni kiyinib maktabga yo'qol. Hop. Oh my god. Men tarix bilan la'nat adabiyot bilan tarix bo'ladi shekilli-da. Endi shaka surib tursak buni xo'sh kimlarni kiyib olamiz va bu kitoblarni endi boshqatdan olamiz. Kerak bo'lsa ortiga. Dada, plyus yo'qmi? Yaramas, ozgina ovqat ol, tezroq bo'l, soat 9 bo'lyapti. Hop. Mana olma oldim. Hammaga xayr bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'qib kel. Hop dada. Hop. Oh my god. Dars. Maktab. Stop. Maktab o'zi qaysi tarafda? Yo, anaviymi maktab? Dadamdan so'raychi. Dada, maktab qaysi tarafda? Yarova ko'prikda o'tasan, ustunlar bo'ylab yursang maktab chiqadi. Yaramas, amin bo'ldi seni deb. Bo'ldi, tezroq maktabga yo'qol. Mayli, nima hamdirli do'stlar, sizlarga ham shu ota-onalar shu maktabga bormasanglar bor deb majbur qiladimi? Albatta buni kommentda yozib qoldiringlar. Yugurmayman. Oh my god. Mayli, yugurishim kerak. Maktabga kech qolyapman. Maktab o'zi hozir kimga ham kerak edi? Do'stlar, maktab voshu jonga tegdi boru. Oyog'im qirib oldim. Lekin yugurayapman yaxshi. Ana hech qayerda maktab yo'q-ku. Qadam meni aldabdilar. Shunchalik ham uzun yo'l bo'ladimi? Charchadim. Nima? To'g'ri maktab. Maktabmi bu? Do'stim, maktabga kirgim kelmayapti meni. Men qaytib ketaman. Kompyuter o'ynaganim yaxshi edi kompyuterxonada. Endi majburiy kirish. Mayli, maktabga kiramiz. Mana maktab, yana maktab, mana maktab. Shattagotlarni o'rta bo'lmasmikin, ha? Shattagotlar. Bo'lmadimi? Qarab turibdi ekan menga. Narodosga kir, yaramas. Xaroba. Nima qilyapsan bistiqda? Bo'ldi, narodosga kir. Tushunmadim.
Assalomu alaykum. Salomingni pishiramayam. Buncha kech qolding, maktab tugab bo'ldi. Yaramaz yo'qol uyingga. Bo'ldi, sal sekinroq gapiring. Mana qilganim yo'q. Yaramaz jahlimga o'ynamasang yo'qol maktabdan. Yo'qol deyapman. Yaramaz kazyol. Yaramasni bolasi kazyol bo'ladi o'zi. Kazyol deyishgan to'g'ri ekan. Basharingizga sizni. Nima deding? To'xta. Do'stlar qo'shdi. Hech bo'lmaganda do'stlar maktabdan qutulib oldik. Maktabdan qutulib. Oh my god, darsi ko'prikga qo'yishgan ekan. Oh my god. Ko'priklar, men qo'shdim aqlni quvlayotgan bo'lsa. To'xta dedim. Jadvalim ancha o'tada taqdiringni inson yaramaz. Ha, do'stlar aqlni kelayotgan ekan, yarim yildan hozir qaytib ketdi. Men bu samolyotni urg'on nima qilar ekan mana? Shuning uchun menga bu kerak emas. Shuning uchun buni nechta chiqdi? 4ta chiqdi, otib yuboraman. Xo'p, mana kompyuter xona xuddi aytganimdek. Ona bizni uyimiz, dadamga aytaman. Hozir kompyuter xonaga boraman. Kompyuter o'ynayman. Kompyuter o'ynayman do'stlar. Suvdan o'tgan kelmayapti. Nima bo'lsa bo'lsin. Yaxshiyam meni kiyimim 15 soniyada quriydi. Xullas yetdim mana tam biskin balda. Shu quridi mening anaqam. Oh my god. Assalomu alaykum. Yo, ana kompyuterli. Mana yo'qmi? Assalomu alaykum. Kompyuterlarni ish bildan. O'ta olmas bo'ladi. Xullas anaqalar ochilib qopdi. O'shani yopib olasizlar. Har kuni bilib bittasi ochib ketyapti-da, shuni bilmayapman. Ha, mayli. Yopib chiqadiysa, bepul o'ynatar ekan, yopib. Bepul o'ynataman dedim-mi menimcha shunday dedi-yu. Ochar ekanmiz, kirar ekanmiz. Va muarza qilib o'ynar ekanmiz. Qani. Davay, bosdik. Davay. Yaxshi, xo'sh, birinchi bosqitdan o'tdim. Hoy bola, vaqting kelib qoldi. Oh my god, dahshat. Ketyapmiz, zo'r ketyapmiz. Hoy bola, vaqting kelib qoldi. Bo'ldi, vaqting tugadi. Endi chiqib ketishim mumkin. La'nati. Mayli, vaqtimiz tugabdi. Yoqib berganingiz uchun katta uzr. Yana emas, hammalar hechqisi yo'q. Mas, pulni qachon berasan? Pulni qachon berasan? Pulni olib beraman. Tashqarida yomg'ir yog'yapti ekan, shashotib turib. Keyin qo'l bo'ladi-da, hozir do'stlar pozda qilib turadi. Do'stlar, men yomonam charchabman boru. Qani gazirlikcha, qani eshikni ochamiz. Faqat unga tezroq. Mayli, kattakon rahmat. Ertaga pulni olib beraman. Men qaysi tarafda edi? Oltin olmayman kerak. Qarong'ida ko'rmadim men shoh tarafda edi, adashmayotgan bo'lsam yugurdik. Na qishloq. Meni uyim. Hozirdan kelmasa bo'ldi. Dada, bu maktabdan kelish oson bas ekan, lekin shuncha o'qidim, kech qolib ketdim, uzr.
Ha, mayli, yotam uxla, ertaga hal qilamiz endi. Mayli do'stlar, kitob tartibini kitoblarimni qo'yib qo'yay. La'natni. Maktabdan kelishim bir azob ekan boru. Qo'roningdan. Voy bola. Tur deyapman senga. Esimni bo'lay dedim dada. Tushib ketibman dada, nima bo'ldi? Jichaqulay. Yana jichaqulay. Tur deyapman senga. Voy, hop, mana turdim. Nima qilishim kerak? Maktabga borishing kerak. Maktab, yana maktab. Jonga tegdi-yu bu maktab dedi. Dada, men maktabga borgim kelmayapti. Birorta olib darsi o'rtog'im kelgan ham yo'q, keladi dudis. Ha. Sen tushirsan nima qilasanmi? Xullas, kitoblarni hammasini oldi, yo'qol maktabingga. Yaraman. Hech narsa kerak emasmi senga? Dada, menga ozroq pul bering. Pulni nima qilasan? O'sha yerda narsa olib yeyman. Uydagi narsalar yetmayaptimi? Yo'q. Mayli, ovalar. Do'stlar, 10 ta olmos degan-da. Dadam kiyadi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xo'sh, dada, mana men mana, mana men oldim, mana. Nima olmosni nima qilasan sen? Dadam, bor yo'g'i bu 2 dona, 1 dona olmos xolos. Ha, yaxshi. Boraveraydi maktabingga. Zo'r. Kitoblarni hammasini olaman. Maktabga esa turaman. Nechta bo'lmayapti ishni? Yaraman, ichingdan chiqishni ham bilma. Ha. Ovozini eshitgan dadam. Xullas qaroq, men yugurdim. Xullas do'stlar, shu paytda men nimaga yuguryapman? Chunki kompyuterxonaga pulni to'laganim yo'q edi. Xo'sh do'stlar, mana yetib ham keldik kompyuterxonaga. Assalomu alaykum. Mana pulni olib keldim. Aha, 10 ta olmos olib keldingmi? Ha, albatta. 10 ta olmos. Oling 10 ta olmosingiz. Qarang sanakcha. Ana, mana bular ekan 10 ta olmos olib kelsa. Qanday yaxshi bo'lar ekansan, ha? Vodangni ustidan bir deguncha chiqding-a, To'g'ri ekansan lekin. Ha, men zo'rman-da, kachkaman, kachkaman. Ya'ni men kachkaman. Oh my god. O'zi maktab o'tar ekan, shu tarafda ekan. Lekin yo'q tarafdan bor deyilgan, lekin bu yo'q tarafdan ham borsa bo'ladi. Xo'sh do'stlar, va bizning videomiz ham shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr demayman. Sog' bo'ling deb qolaman. 15 minut bo'lguncha video davom etadi. Ya'ni 15:00 bo'lguncha. Bu joyda chiqish uchun qabul bo'ladi. To'g'ri nima deyapman? Men o'zim aytib qo'yaman. Brochkalarim kachka. Nima deb o'ylaysizlar? Men nima bo'ldi? Uyimni qaraqadur, allambalo. Kachkamanmi? Yo'yaman. Obbo, kamera zaryadi yana kam qolibdi. Zaryadga qo'yishim kerak-da ko'proq. 50% zaryad tuyadimi nima bo'la? Mayli, hammaga xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videolarda keyingi maktab serialarini chiqaraymi, yo'qmi? O'zingiz ayting, kommentda yozib qoldiring. Ya'ni chiqarishimni xohlasanglar. Mayli, hammaga xayr, video tugasa, omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.